Mana adenoid bezimiz turibdi normal holatda. Bu 3 ta stepanga bo'linadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi stepanga bo'linadi. Ikkinchi stependa kattalashish hisobiga nafas olish qiyinlashadi, xuray otish boshlanadi. Uchinchi stependa esa общий kattalash esatnay bor. Esatnayni yopgan hisobiga yosh bolalarda quloqda eshitish pastligi olib keladi. Yo bo'lmasa qattiq gapirishga kelishi mumkin, yo bo'lmasam televizor baland qilib qo'yib olishiga olib kelishi mumkin. Nimaga desangiz, mana bu yerga suyuqlik kirib olgan hisobiga bolg'acha o'zani sandoncha degan suyakchalarni harakatini pasaytirib qo'yadi. Ya'ni baraban o'z faoliyatini bajarmay qo'yadi. Ya'ni nimaga havo aylanmagan hisobiga, nimaga havo aylanmayapsiz? Mana bu yerda adenoid bezimiz kattalash yo'lni yopib qo'ygan hisobiga bo'ladi. Kimda-kim bolasida shunaqa murojaatlar bo'layotgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, yo bo'lmasa o'zingiz yashayotgan joydagi lorga ko'rsatib qo'ying. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz.